Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq muxlislari. Kundalik hayotimizni biz bozorlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Chunki o'sha kundalik hayotimizda zarurat bo'lgan barcha oziq-ovqat, non-zavqat va meva-chevalar hammasini biz bozorda xarid qilishimiz to'g'ri keladi. Albatta bu borada Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida ibratli ishlar amalga oshirilyapti. Hozirgi mening suhbatdoshim Shakarqamish mirishkori nomli bozorning rahbari Otabek Toshmurodov bilan suhbatlashyapman. Otabekjon, avvalambor mana shu xalqimizning rizqi bozor bilan. Xalqimizda chiroyli maqol bor. Sen xalqning qanday yashayotganini bilmoqchi bo'lsang, uning bozoriga bor degan naql borda. Mana shu bugungi kunda bozorda albatta faoliyat ko'rsatyapti. Qanday yangiliklar ko'ryapsizlar, marhamat. Bozorlarimizda hozirgi kunda Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Shakarqamish mahallasida Shakarqamish Mirishkor dehqon oziq-ovqat bozorimiz ham dehqon bozorimiz ham mol bozorimiz faoliyat yuritib hozirgi kunda. Bu bozorimiz haftaning har chorshanba kuni bo'ladi. Chorshanba kuni ham mol bozorimiz ham dehqon bozorimiz. Biz asosiy qilinayotgan ishlarimiz aholilarimizni xaridor va sotuvchilarga qulay shart-sharoitlar yaratib berish, joylarini chiroyli sharoitda berish imkoniyatlarga harakat qilinyapti. Shunga qarata qo'shimcha savdo o'rinlari, qo'shimcha rastalari, qo'shimcha savdo qilish nuqtalari ko'paytirishga harakat qilinyapti. Muhtaram prezidentimiz, viloyat hokimimiz topshiriqlari bilan, tumanimiz hokimi topshiriqlari bilan bozorlardagi raqamlashtirish jarayonlari o'tganmiz. Raqamlashtirish 90-100% darajada bo'ldi, raqamlashtirildi. Yana nasib bo'lsa kunlik do'konlar qurilyapti. Ichimlik suvlari, qulay sharoitlar yaratilyapti. Bozorimizga kelgan xaridor va sotuvchilar mamnun. Otabekjon, shuni men mana qarangda bir iste'mol sifatida, kuzatuv sifatida ko'pdan beri kuzataman. Shu chorshanba bozorda, xalq tili bilan aytgan chorshanba bozorda narx-navoda ayniqsa mol bozor juda arzon. Bunga qanday erishyapsizlar? Asosan bizda dehqonlarimiz keladi. Narxlarni sun'iy oshirib yormaydi. Yil ichida narxlar dehqonchilikda mol bozorimiz, chorva mollarimiz, qo'ylarimiz narxlari arzon. Dehqonchiliklarimiz asosan dehqonlarimiz keladi. Dehqonlar mahsulotlarni sotadi o'zlari uchun. Shu bois narxlarimiz ancha arzon. Keyin bozor ma'muriyati, bozor xodimlari yana sun'iy narxni oshirishga yo'l qo'ymaymiz. Rayonimizdagi rahbariyatlarimiz nazorati ostida o'zimiz hamkorlikda ishlab, birgalikda sun'iy narxni oshib ketishga yo'l qo'ymaymiz. Shuni harakat qilamiz, sun'iy narx oshirmaslikka. Shu bois narxlarimiz salbiy bir me'yorda ishlab turibmiz. Narxlar oshmagan. Dehqonchiliklarni ko'rsatadi va dehqon mahsulotlarini ko'rsatadi, bular arzon. Arzon. Hurmatli aziz yurtdoshlar, albatta mana shu sizga chorva, eng arzon chorva mahsulotlari, qolaversa eng arzon o'sha chorvaga oid mollar kerak bo'lsa, marhamat, Oltinsoy tumanida joylashgan mana shu bozorga tashrif bering. Hurmatli Rahmonov Oltinsoy tumanidan maxsus tayyorlandi.